kottejda yoki uchastkada yashaydigan deyarli 90% insonlarni orzusi, niyati o'zini terassasi, o'zini balkoni bo'lishligini xohlasa kerak. Balkon qilishda, terrasa qilishda asosiy argumentlardan bittasi bu izolyatsiya masalasi hisoblanadi. Izolyatsiyadan oldin biza bu yerda steyajga qo'yishdan oldin buni uklonini normativi bo'yicha qo'yishimiz kerak bo'ladi. Bu nimaga kerak bizga degan savol bo'lishi mumkin. Yog'ingarchilik bo'lib turgan paytda bu yerda qorni erigan suvlari yoki yomg'irlarni ushlab qolish kerak bo'lmaydi va ko'rishinglar mumkin, bu yoqda bir yoq tarafli qilib sliflar berganmiz. O'sha slifdan akkuratniy pastga oqib ketishligi uchun. Bundan tashqari bu yerda izolyatsiya masalasi ham katta rol o'ynaydi. O'zini normativi bo'yicha o'zi ishlatilish kerak bo'lgan smeslar bor. O'sha smeslardan qochmagan holda kerakli mahsulotlarni ishlatib izolyatsiya qilib oladigan bo'lsangiz, pastki qavatlarga ham, undan tashqari o'tirganingizda o'zingizga ham diskomfort bo'lmaydi. Bu obyektimizda bizni ko'rishinglar mumkin, eshikdan kirishimiz bilan chap tarafda letniy kuxnya, barbekyu, qozon tovoq joylarini, chaslarini joylashtirib berganmiz. Aniqroq qilib aytganda, undan tashqari bu yoq tarafimizni selli yopib olamiz, razvijnoy akfalar bilan. Tepamizni biza pultda ishlaydigan jaluzilar qo'yib beramiz va bu yoq zonamizga oilaviy maza qilib o'tirishligi uchun toza havoda stol zonalarni qilib beramiz. Agar sizda ham mana shunaqa komfortli zonada yashashni orzu qilib, niyat qilib yuradigan tanishlaringiz bo'lsa, bu videomizni tashlab qo'ying. Hammamizga shunaqa joylar nasib qilsin.